Hurmatli ustozlar, biza E-maktab kundalik komni to'g'ri yuritish majburiyatlarini ko'rib chiqamiz. O'zimiz login parol orqali o'zimiz akkauntga kirganimizdan keyin biza birinchi o'rinda e'tibor berishimiz kerak. O'sha birinchi betida qizil yozuvlar chiqmasligi kerak. Qizil yozuvlar chiqmagandan keyin mana jurnalga o'tdik. Jurnalda baholar o'sha qaysi sanada dars o'tgan bo'lsak, o'sha sanada hammasi baholangan bo'lishi kerak va uyga vazifalar berilgan bo'lishi kerak. Mana bu joyda ko'kdagi TMR yuklash ko'rsataman. Ustiga bosgandan keyin mana shunaqa oyna ochiladi. Ikkita tomoniga ptichka belgisini qo'yib, buni biza o'z yuklasak bo'ladi. Uyga vazifalar vaqtida berilgan, baholangan bo'lgandan keyin biza keyingisini mezonlash tekshirishimiz kerak bo'ladi. Uyga vazifa yonidagi o'sha sanadiga uyga vazifa bo'limiga o'tamiz. Mana o'sha joydan ko'zcha belgisini bosganimizda shunaqa oyna ochiladi va bu mana shu plyus qizil bo'lib turadi. Uyga vazifani tekshirganimizdan keyin shuni bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qizil yozuv ketishi kerak bo'ladi. Ya'ni shu o'quvchilarni uyga vazifalarini tekshirib baholaganimizni belgilaydi va buni albatta o'sha belgilangan muddatda bajarishimiz kerak bo'ladi. Kundalik komda onlayn uyga vazifalar bergan bo'lsak, ularni ham shu holatda tasdiqlab qo'yishimiz kerak. TMRlar agar ko'k yozuv chiqmasa, metodik yordam bo'limidan taqvimiy mavzular rejasi TMRga o'tamiz va bu yerdan o'zimizni fanni topamiz. Tepada bizaga qaysi fan yillari berilgan, o'sha joydan ularni belgilasak bo'ladi. Mana agar biza yukla bossak, skachat qilib olsak, bizada o'sha ko'rildi deb turadi. Ko'p o'qituvchilar ijtimoiy tarmoqlardan TMRlarni olganligi sababli bu ko'rilmagan bo'lib turadi va bu kundalik komni foizini tushib ketishiga sabab bo'ladi. Bu joydan o'zimizni fanni tanlab, yillarini tanlab, o'sha fanlarni hammasini ko'chirib chiqishimiz kerak. Agar biza tepadan tanlaganimizda fanlar chiqmasa, pastida nomerlangan joyi bor. Ana shu nomerlangan joydan mana bu yuklab olish tugmasini bosib chiqishimiz kerak. O'zimizni fanni mana shu joydagi betlardan ketma-ketligiga o'tib, o'zimizni fanni topib olib va o'sha har bitta sinfnikini ko'chirib chiqishimiz kerak. Masalan, men informatika o'qituvchisiman. Mana hozir informatikani qidiryapman. Informatikani topganimdan keyin har bitta sinfi informatika taqvimiy mavzular rejasini o'zimga yuklab olaman. Bu asosida darslarni o'tishga majburiyatiga qo'l qo'yganman. Mana hammasi yuklab olinyapti hozir. Hamma sinflarniki. Hammasini yuklab olishimiz kerak o'zimizning fanga. Har bitta o'qituvchi o'zini fanni bo'yicha shu joyga kirib, shularni o'ziga yuklab olishi kerak. Kundalik komdagi o'sha uyga vazifalarni, onlayn uyga vazifalarni vaqtida berishi va mana shu oynadagi qizil yozuvlarni hammasini yo'qotishimiz kerak. Hisobot bo'limiga o'tganda mana uyga vazifalar bo'limidagi foizlar past. Ularni yo'qotish uchun o'sha mezonlashga e'tibor berishimiz kerak. Har kuni mezonlashni tekshirib borishimiz kerak. Menda ham hozir past chiqqan. Buni sababi onlayn uyga vazifalar berganman. O'quvchilar vaqtida bajarmaganligi sababli men mezonlashni belgilamaganman. Shu sababli menda ham past chiqqan. Bu ko'rsatkichlar hammasi 100 bo'lishi kerak. Darsda o'tib bo'lishimiz bilan o'sha dars davomida qo'yilgan baholarni vaqtida qo'yish va uyga vazifalarni vaqtida berishimiz kerak har bitta o'quvchiga.